ajoyib bir ibratli hikoyaga ko'zim tushdi. Shuni sizga ilindim. Xo'p, bir qishloqda yosh bola qo'shnisini tog' katidan tuxum o'g'irlabdi. Keltirib onasiga beribdi. Onasi uni koyish o'rniga aksincha maqtovga yaqin so'z aytdi. Va u borgan sari kattaroq narsalarni o'g'irlashga tushdi. Tovuq, qo'y va hokazolar. Kunlardan bir kun oxir o'g'ri bola qo'lga tushdi. Unga qattiq jazo hukm qilindi. Hukm jazosini olishdan oldin bola onam bilan suhbatlashsam maylimi debdi va onasini keltiribdi. Onasiga qarab, "Onajon, maylimi tilingizdan bitta o'psam?" Onasi tilini chiqasin ekan, bola onasining tilini tishlab uzatdi. Hamma hayron. "Sen nimaga o'z onangni tilini tishlab uzolding?" Men yoshlik chog'imda qo'shninikidan tuxum o'g'irlaganda onam meni koyish o'rnigan aksincha menga maqtov aytgan. Agarda meni koyiganda o'shanda, balki hozir bu holatga tushmagan bo'lardim. Xulosa, xo'p, xatoni katta kichik bo'lmaydi. Agar farzandingizda kichkina xato bo'ldimi, unga befarq bo'lmang. Bu xato bora-bora katta musibatlarni olib kelishi mumkin. E'tibor uchun rahmat.